شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qardaşlar, biz bugün Sura Baqara'nınki 258 oyatga keldik. İlgirki oyatlarda biz Allohninki mu'minlarninki velisi ekanligi, mu'minlarni tashlab o'tmaydiganligi, mu'minlarni har doim to'g'ri yo'lga yetakib turadiganligi, yordam beradiganligi, ularning ishlarini o'rinlashtiradiganligi haqida bir mazmunlarni o'qib o'tgandik. 258 oyatda yana bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo Allah'ın mu'minlarni her işlerinde, hayat baskıçlarının her kademlerinde doğru yolu teklep taşlı etmeydiğallıqının bir namunesi, örnek, misaladın birine bir davatıdı. Estaizu billah. Alam tara ilellezi hacca İbrahim fi rabbih en atahullahul mulke iz qala İbrahim rabbiyellezi yuhyi ve yumit قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Hayatın kısaca tercümesine özsek, Kur'an-ı Kerim'deki nurgun urulladaki okşaş Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Aleyhisselam'a ve her bir okurmenge, her bir şu ayetini okuvatkan, anlavatkan kişiye hitap durup İbrahim bilen İbrahim'nin Rabbi hakkında münazır başlatkan, münazır kılgan kişi hakkında malumatın var mı? Yani bu kişini bilsen koy. Degen şekilde kanakıvatıdı, hitap kılıp davatıdı. Allah o insanga mülk padişahlık bergendi. Bu münazirde onun cevap sualıga qarta İbrahim Aleyhisselam şunda cevap berdi ki: "Mening Rabbim hayatlık beradigan ve hayatlıkni aladigan zatdır." O insan şunda dedi şu vaqtda münazirni bir sepsetege aylandırıp, "Hani men başqalarga hayatlık beraleymi, başqalarni öldüreleymi?" deb ma şekilde münazirni bir ayga chiqmas bir yerga yo'tkadi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, tamam, Allah quyoshni mashriqdan keltirdi, sen mag'ribdan keltirganda bo'lsa, dal mushakaga vaqtda ma kuffarninki eg'i tutildi. Allah zalim qavmni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Endi biz Qur'oni Kerimda nurg'un surlarning 5'ida Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, alam nashrah degandek mushu xil ifodalarni ko'ramiz. Bu xil ifodalarningki ma'nosi xulosalab berib bir muncha grammatikalik tadqiqotlar, grammatikalik selishtirmalar va arab tilininki biz bularni sizlarning ahvolingizga yarasha buni deb o'tmaymiz. Ammo Qur'oni Karimda mushu xil ifodaning ko'pligi aniq. Ya'ni buning birla ma'nosi nima desa, sen bilasan-ku. Men sana depirvatıma hazır, sana depirme deb aniq masaladan birini qana qiladi, o'tirg'i qo'yib, xitob qilayotgan ifoda xolos. Ya'ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Alam bilan boshlangan nurg'un xitoblar va buning hammasi bu masala aniq masala. Bu haqida sen manda ma'lumotlarni görüşün kerak, bilişin kerak degandek aniq ma'lumot ekanligining ifodasi. Endi oyat Alam tara ilellezi hajja İbrahim fi rabbih. İbrahim bilan Robbi haqida munozara qilgan
kishini bilemse yana. Bu insanı gördün mü? Bu insanı bilemiz de kişi ifadesini kullandı. Çoğum İbrahim Aleyhisselam bilen münazırına kalan birisinin ismi iniq var aslında. Ya o ya bu. Mesela tarihli kitaplarda bazı müfessirler Nemrut deydi o. Meyli Nemrut diğerlerine nispeten Allah razı olsun. Ama bu yerdeki mesele Nemrut diyen isiminin ortağına Quyosh olsa da Allah koyattı. Ama Allah koymadı. Kur'an'ın tarihi kıssalarına nazar taşlığa vaxtlarda bazı orullarda şəxslərinin ismi tilgə alınırdı. Bazı orullarda mensubiyeti tilgə alınırdı. Bazı orullarda hukuk, mensep, namları tilgə alınırdı. Mesele ne mi ise Allah subhanahu wa ta'ala bizge bayan kılıvatkan her bir kıssada bizge bir məqsədni ifadələydi. Əgər məqsəd şəxsinin ismi tilgə elinməğən halətdə adı tapsa elinməydi. Əgər məqsəd şəxslərinin tilgə eliniş arqılıq hasıl olsa alıdı. Bu yerdeki meselemiz şu, yani mesele insan emas. Əgər Namrud aşkar da qoyğan bolsaydı, bu mesele belki Namrud'a xas olub qılıb küllərimizdə, ətrafımızda buluvatqan din haqqında, dinning haqligi haqida, Rabbimizning haqligi haqida bo'lgan munozira, o'rinsiz munoziralar. Boshqalarninki bizga gap etishlari bu yerga aloqa solmagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yusidan bu yerda shaxsning ismini tilga olmadiki, her zamandaki Nemrutlar muşu xitobning tahtiga kirsin. Her zamandaki Nemrutlar bu yerdeki qisning tahtiga qana qilsin, kirsin. Mesele o'rin, zaman, makan, şəxslər bilan bağlanıb qalmasın, yəni umumlasın. Ashab-ı Kəhfinin vaqası intayin təsirli bir vaqa. Bizga nisbatan nurg'un yo'llarni ko'rsatib turadi, nurg'un savollarga javob beradi. Bir qism mufassirlar yoki boshqa kishilar Ashab-ı Kəhfinin kishilarining ismlarini surishtir qilishga urinadi. Qaça yüz bergen, nədə yüz bergen, sani qanchadır, qaysi shahardir. Bular muayyanlashgandan keyin qissadan ifodalamoqchi bo'lgan asli maqsad adat topmaydi. Muayyanlashgandan keyin biz qissani anglab, o'zimizning ahvolini tatbiqlamoqchi bo'lsak, bu degan falan zamonda bo'lgancha vaqtning sharoiti shuddi, pukuni ekan, uning sharoiti shuddi, palani podshohlikdan yoki pukuni hukumatdan vaqtga sharoiti shuddi. Bugun o'xshamaydi emasmi? Deydigan masala chiqdi. Shuningga masalaning maqsadiga qarab turib, ifodalamoqchi bo'lgan nuqtasiga qarab turib, Qur'onda kishilarning ismlari, o'rin, vaqt va boshqa ismlar ya tilga elinadi, ya tilga qanaqlanmaydi, elinmaydi. Ashab-ul Kahf qissadimiz shu. Qaysi zamonda olsun, qaysi makonda olsun, haqiqatni izlagan bir bilik yoshlarning bo'lishi intayin muhim bir nokta. Ondan başka Kur'an-ı Kerim inçikilikten qarab baksak. Mesela Sure Tahrim'de Nuh Aleyhisselam bilen Lut Aleyhisselam'ın ayalının meselesi tilga alındı. Bir yerde Daraballahu meselen lillezine keferu imra'ate Nuh ve imra'ate Lut. Sure Tahrim'in 10. ayetinde. Bunların ismi tilga alınmalık. Ama irinin ismi tilga alınmalıkta Lut Aleyhisselam'ın ayalı, Nuh Aleyhisselam'ın ayalı. Yani bu şu demekçi ki onun Amine Han, Fatıma Han, Zeynep Han buluşu muhim emas. Muhime sen peygamberinin ayalı olup ket. Hatta kimlerinin kızı olup ket, kimlerinin nimisi olup ket. Eğer sen iman etmişsen, doğru yolunu tapmışsan, senin kimlerge bağlılık olup kalışın sana esqatmaydı. Ama bu mana çıkmatıdı bu yerden. Bunların ismi tilgi elinmedi şuna çıkar. Ondan başka şu ayetninki, kemedik ayet karısak, Əmdi Məryəm Aleyhisselam'ın meselesiye kelsek, Məryəm Aleyhisselam'ın üzünün ismimi ba, dadısının ismimi ba, iniq. Nim üçün Məryəm Aleyhisselam'ın üzünün ismi muayyenleştirildi, dadısının ismi muayyenleştirildi. Çünkü Məryəm Aleyhisselam hakkında yüz bergen hadiseler dünya tarixida Məryəm Aleyhisselam'dan başka ikinci bir ayalda yüz bermeydi. Yani ersiz toğuş ikinci bir ayalda bulunduğun iş emas.
Buna Qur'oni Karimdagi bu xil shaklda kishilarning ismlarining tilga ilinishi, o'rin zamonlarining tilga ilinishi bu shaklda bo'ladi qarindoshlar. Shunga Qur'onda tilga ilinmagan ismlarni izlab yurish hojatsiz. Qur'on bayon qilinishga tegishli nuqtalarni tafsil bayon qilinmadimi? Tamam. Onun bir zurriyeti yok, zaruriyet var. Mayadın mesela İbrahim Aleyhisselam meselesinde İbrahim Aleyhisselam ile münazır kılan yılıq adamını bilemse. Mesela o adamın şahsiyeti mühim emas. Çünkü dünyada aş şahsiyet ismi mühim emas, teşhislenişi ama o adamın şahsiyeti, obraz, karakter mahiyeti mühim. Dünyada şunçilik bir çık insanlar var ki şu xil karakterde, şu xil micazda onundan hazır eyleş gerek demekçe maksat bu yerde. Başka maksat yok ha. Ondan keyin oyatning o'ziga qaytadan takror qilaylik. Munozir qildi degan ma'noni ifodalagan fe'l hajja fe'lisi. Arab tilida bu xil fe'llarningki qurilmasini fa'ala deb qo'yamiz. Ya'ni bir ish harakat ikki tarafdan teng yuz bergan bo'lsa, buni biz şu hacca fil şeklinde türlep yasap çıkınız. Yani bu iş demek ki münazara iki taraftan yüz verdi. Hele şahıs İbrahim Aleyhisselam ile münazirleşti. İbrahim Aleyhisselam onunla münazirleşti. Münazara iki taraf oturdu oldu. Hem de lakin cümlenin kurulması da qarindoshlar. Cümlenin kurulması da. İbrahim Aleyhisselam to'ldiruvchi shakldagilik. İbrahim Aleyhisselam'ın yeni bir tarifi, yani münazır kılan yeni bir şahıs, o başkeliş şekildekilik, cümlenin ilgisi şekildekilikte. Bu nemenin ifade, ameliyette münazır iki taraftan ten yüz birliklik. Bayatın çöndüğümüzdeki pilinin birdiğen manası şu. Lakin birisi cümlenin ilgisi, birisi toldurğucu şekilde. Kegelleki münazırını başlatkını kim o? Helakada. Münazırını başlatkını helakı şahıs. Şu tarixda Nemrut deyildi doğan, helaqa padişah. Bununla cevap bergini İbrahim Aleyhisselam. Şu başka ayet ki inçkilik bilen qarasаңlar qarindoshlar. Qarmadыңmı? İbrahim bilen Rabbi haqqida munozir qilgan shaxs ka deb bo'plan. İbrahim Aleyhisselamning javobi bilan boshlaydi. İbrahim Aleyhisselamning nima bilan boshlaydi? Şu oyatning o'ziga qarab boqaylik tekrar. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. Allah mülk bergen İbrahim Aleyhisselam'dan Rabbi hakkında münazır kılan kişini anladın mı, bildin mi? Muşanken killam İz qala İbrahim Rabbiyellezi yuhib. İbrahim Aleyhisselam'dan cevabına geldi. Mesele ne olursa Kur'an'ın uslubu bu qarindoshlar. Kur'an okurmenler, okugucular, muhataplar tushunaladigan darajada masalani qisqartirdi. Bizga jumlaning qurilmasi orqali munozirni boshlatgan shaxsning u ishkanligini ifodalab berdi. Tabii munozirni boshlatgandan keyin boshlangan odam shu bo'lgandan keyin nima deb boshlaydi u? İbrahim Aleyhisselam'ның ep kelgan tashabbusiningki aksini boshlaydi. İbrahim Aleyhisselam mening Robbim Alloh degan zot. Unda bo'lgandan keyin buni bilan munozirlashgan shaxsning tabiiy so'raydigan savoli nima? Rabbin kim onda olsa? Qanday Rabbisining Rabbing? Dafaqa bu ajab sen nimani tashabbus qilyapsa? Nimaga da'vat qilyapsa? Chunki o'zini bular iloh Robb deb qaraydigan bo'lg'achqa bunday maxluqlar buning qilishligini shu. Da'vatchilarning da'vatidagi Robbimiz Alloh degan uqum eng zidigan gap shu. Shunga bular deydigan gapi aniqki Rabbing kim degan savolni so'raydi. Bu gaplarni Qur'on tilga olmadi. Chunki muhattab yani Qur'on o'quvchi, Qur'on xitob qilgan shaxslar buni tushunadigan bo'lg'achqa. Gap bevosita İbrahim Aleyhisselamning javobi bilan boshlandiki, Robbiyellezi yuhyi va yumit. Endi biz bir narsani mulohaza qilish to'g'ri qildi bu shayga vaqtda biz ilgirki darslarimizda Allohning mu'minlarning velisi veli deganning yordam berish, muhabbat ishlarda to'g'ri yo'lga yetaklash ekanligini so'zlab kelib İbrahim Aleyhisselam qissasi o'tdik emasmi? Ya'ni Alloh bu yerda İbrahim Aleyhisselamga qanday yordam qilganligini qanday qilyapti bizga ko'z tutib qo'yapti. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam Rabbim can beradigan va can oladigan zotdir degandan keyin
Ma mahluq munozirini oyga chiqmas bir yerga kelib qo'yib qoldi. Nima dedi? Menni o'ltirib turgizmay deyotdi ma mahluqchi. İbrahim Aleyhisselam mening Robbim qana qiladigan zot, jon beradigan, hayotlik beradigan va jonni oladigan, hayotlikni oladigan zot dedi. Mao munozirini bir oyga chiqmas tunnelga akirib lekanda menni o'ltirib turgizalayman. Asli meseleni aniq tushunsa buning bu gapi qattiq dalilsiz gap. İbrahim Aleyhisselamning qo'llangan ifodasi oyatda yuhyi va yumit. Yuhyi va yumit degani qana qilish, jonni berish, hayotlikni berish va hayotlikni elib olish. Mush yerda hayotlikni elib olish ifodasida arab tilida ikki xil ifoda bor. Bizning uyg'ur tilida bu o'lish yoki o'ltirish masalasi. Öldürgen başka, ölgen başka. İnsanların bütün kılalaydıgan işi öldürüş. Ama canını erişemez. İnsanlar canını alamaydı. İnsanların kıldığın ne olursa, can insanın bedende turuşku kereklik bir muhit var insanda. Şu muhitini yok kılıyordu. İnsanın kılalaydıgan şu. Ya kurallarını atıdı, ya bıçakla kesiyordu, ya gelini boğdu, ya igizini taşlaydı. İnsanın bedeni, canını tutup duralaydıgan haletini yo'qotgan deyken, onun canı çıkıdı sırtqa. Herkes insanın canını alamaydı. Bu noktada mesele iniqdi. Mesela bunu texmi iniq bir tushunish to'g'ri kelib qolsa, bizning yondirayotgan chiroqlarimiz bor uyda. Bunda aynak shishining ichida chiroq yonadi. Canını aşınayotgan nurga o'xshatsak bo'ladi. İnsan şu chiroqninki uydagi chiroqlarning ustidagi shishisini shuna sundursa, chiroq yonmaydi. Amaliyotda ichiga chaqilmadi. Faqat aynakining ham sundadi. Ammo chiroq yonmadi. Nima uchun? Chiroqning yurish uchun aynak shishining ichida bir muhit bo'pti. Shuning yurishiga yordam bergan. Uni chaqdi, muhit yo'qoldi, yonmasa oldu. O'xshashla insonda bir hayotlik deb bir narsa bor. O hayotlikka keraklik bir muhit var ama bedende. Qachon bedendeki şu hayotlikning turushiga lozimlik muhit yo'qoldi, majon tumaydi ishlar. Shu yerda o'lish bilan o'ltirish, ya'ni jonni elish bilan o'ltirishning farqi bor. Bu nuqtalarni surishtiq qilib hayotlik degan nima, o'lim degan nima, buning farqi nima deyilsa, o mahluq bilan munozara qilib qo'yguncha boshqa ketib qoladi. Bu bir oyga chiqmas tunnelga kirib qolgandeklar gap. Allah mushaka kelgan vaqtda İbrahim Aleyhisselamga qana qildi, yordam qildi qarindoshlar. Chunki İbrahim Aleyhisselam bizcha qo'yversa, biz gapni shu hayotlik momantlikdan boshlaymiz. Menni o'ltirib, menni turgizma degandan keyin, voy sizning o'xshamaydi, sen degan unda qilolmaysa, bunda qilolmaysa, ana o'ltirib turgizma degani, turmadagi mahkumlarni chiqiblar. O'tiriblar, buni o'tadim, ko'rdingmi? Yana ikki chiqib bilan malni o'tarayan baytanga o'xshash, men buni o'tamayman, bu hayotlik bo'ladi. Biz turibliginde, bizga qo'yversa, aqlimizda ya bu o'tirishga unda olmaydi, mening deganim anda hayotlik, munda o'tirish, sen unda bu bir oyga chiqma. Masala munozirni tuyuq yo'lga kirgizmoqchi avchi. Men o'tiralayman, men hayotlik bilalayman dedilar, munozirni tuyuq yo'lga kirmoqchi. Agar Alloh İbrahim Aleyhisselamga ashada bir yordam bermasdi, kirib qoladi. Alloh yordam berdi, qana qildi? Shaqqida munozirni qana qildi? Dikka chiqib oldi. Gapni davomlashtirmadi. O burungi munozirni qo'ydi, tamam. Qil. O munozirdan chetnab chiqiblar. O munozirdan yetkilib chiqiblar qana qildi? İbrahim Aleyhisselam boshqa gap yetkildiki, tamam, uni qilaman deysa ma'qul. Uni sana qo'yib beray. Qala İbrahim innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbim quyoshni mashriqdan chiqaradi. Sen mag'ribdan chiqarib faqat. Yani munozirni shaqqay qana qildi, yo'tkidi. Andi gap talashmadi, gapni qo'yib qo'ydi. Sonra fabuhitallazi kafar, uni eg'izi tutildi shunday. Buhita degan gap oyatdiki, biz eg'iz tutildi deb tarjima qildik.
Üç xil holat shakllansa, bu hita bo'ladi. Asli. Birisi o'zi ko'rgan ya anglagandan qattiq dahshat hayron qolsa. Undan keyin nima qilarini bilmay bir xil tingirqisa, uchinchisi mag'lub bo'lganligini e'tirof qilsa, arabchada bu hita bo'ladi. Ya'ni Mao İbrahim alayhissalom bilan munozara qilgan maxluqda uch xil ahvol ko'radi. Nima qilarini bilmaganida. Abayatdan Rabbim hayotlik birdi o'ldirdi desa, ya'ni jannat oladi desa, men hayotlik birib jannat olayman deb tushtamasmi bu? Shaqqadan aytib mag'rurlarcha İbrahim alayhissalom timini yo'tkapligini, mayakitligini qana qildi. Tamam? Boshqa timga yo'tlaylik. Rabbim quyoshni mashriqdan chiqdi, sen mag'ribdan chiq. Baqa. Desa, shu amallam tili qana qildi buningki tutildi. Endi oyatning oxirida birodarlar, Vallohu la yahdil qawmaz zalimin. Vallohu la yahdil qawmaz zalimin deb bir oyat bor. Allah zalim qavmni to'g'rilikka taklif. Biz oyatning 5-nima degani to'g'ri. İbrahim alayhissalomga bu munozirada Alloh subhanahu va taolo nima bergan yaqinlagan. Haliqi oyga chiqmas savolga kirib qolmadi, gap keldi. Ammo mushakaga vaqtida İbrahim alayhissalom Rabbim quyoshni mashriqdan chiqarib artaqavatidu, sen mag'ribdan chiqar degan vaqtda agar maxluqning asroq aqli bo'lsa, xuddi İbrahim alayhissalomga aql kelgandek, buning asroq aql kelgan bo'lsa, İbrahim alayhissalom anda olsa sen mashriqdan chiqaradigan Rabbingga da buni mag'ribdan chiqarsin degan bo'lsa, dunyoning bir qonuniyati bu-ku. O vaqtda masalan Allah her narsaga qodir, ammo ashta bir savol mahatda buni qilsin. Oyatning oxiridagi Vallohu la yahdil qawmaz zalimin degan ma'nosi oyatning ma'nosi shuki, ma insonlar diyalaydigan gaplarni qana qilolmayapti, topolmayapti. Endi bugungi darsimizda menda bir kallamizga gap kelishi mumkin-ku. İbrahim alayhissalom hayotlik berish, jon elish temasidan chetnab chiqdi. Bir tema o'tdi-da. Belki vaqtda balkim qarindoshlarimiz kallasiga kelishi mumkin. Qarindoshlarimiz kallasi kelmasa, atrofda ko'z tutib turgan din dushmanlarining, din hujum qilganlarning kallasiga tabiiy keladi. O'lim masalasi. Jon bir hayotlik berish, hayotlikni elish masalasida mushta diniy munozirlarda qiyichilanadi, ya'ni dinninki hayotlik berish, hayotlikni elvelish haqqidagi ta'limoti nima? Dinda bununla nisbeten, yani Kur'an'da bununla nisbeten yeterli bir munazir bayanı bormi, delil faktlar bormi? Nima İbrahim alayhissalom o temidan qochdi degandek bir savollar keladi emasmi? İbrahim alayhissalomning o temidan qochishi qanaqdir uningga bergidek javobni qo'yib boshqa sabab emas. Balki aninki masalani oyga chiqmas bir tunnelga boshlab manganligidan uning oldini kesdi. Çünkü peygamberlerinki vazifasi munozirada boshqalarga bayon qilish, haqiqatni o'rtaga chiqish. Qanaqdir men masalada cho'qim yengib chiqsam bo'ldi degan hukm emas. Tamam, aşı degan bo'yicha hayotlik, mamatlik, o'lim haqida munozara tushgan bo'lsa, balkim ketib qoladi. Balkim umi foyda yo'q, buni foydalanmagan masala o'rtaga chiqmaydi. Balkim İbrahim alayhissalom oxirga chiqqanda yengib chiqishi aniq. Ammo masala yengish masalasi emas. Masala qarshi tarafninki tutqa yo'lining botil ekanligini, o'zining yo'lining haqiqat ekanligini o'rtaga chiqarish masalasi. Bunda boshqa İbrahim alayhissalom asosiy maqsadga opranmaydigan munozirni qo'yiblar, munozirga chiqdi. Anda olsa hayotlik, mamatlik haqida gap yo'q. Buningga bir kirib taqmamdoq desa, Alloh subhanahu va taolo aşu meselini texmi kengir bayan qilib, men degandek ehtimollik savollarning, ehtimollik tushunchalarning o'rtaga chiqib qolmaslik uchun 259-oyatda o'limning masalasi, Allohning maxluqotlarga hayotlik beradigan ahvoli, qudrati bu haqdagi masalalar 259-oyatda bayon qilinadi. Biz bugun darsimizni mushada to'xtatamiz inshaalloh. Kelasi darsimizda shuningga oid mazmunlarni so'zlab o'tamiz inshaalloh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.